qadr shulkim. U yurtda hazrati inson aziz. Hazrati inson uchun yaralgan imkon aziz. İnşallah hech kimdan kam bo'lmaydi bu millat. Erk bayrog'in ko'targan hur O'zbekiston aziz. Men Anvarov Shokir Namozovich, Afg'oniston urush qatnashchisi 85-87 yillar xizmat qilib qaytganman. Mana bugun 9-may xotira va qadrlash kuni Og'daryo tumanida ham tuman hokimligi hamda tashkilotlar keng jamoatchilik asosida mana bugun nishonlanib Motamsaro ona haykali poyqadamiga gulchambarlar qo'yildi. Shu bilan birgalikda mana Og'daryo baynalmillat jamchilar, afg'on urush qatnashchilari o'tganlarimizni yod etib, urush qatnashchilarini yod etib keng nishonlanyapti. Mana shu tadbir shunday har yili mana shunday nishonlanib kelmoqda. Men Mahmudov Zafir 79-yil, 81-yillar Afg'oniston Respublikasida xizmat qilganman. Mana bugun tadbir bo'ldi. 9-may arafasida mana shu tadbirga ishtirok etyapmiz. Baynalmillat jangchilar Og'daryo tumanida 162 ta nafar baynalmillat jangchilari bor. Mana shu tadbirda tashkilotchilariga baynalmillat jangchilar nomidan minnatdorchilik bildiramiz. Prezidentimizga kattadan katta rahmatlar aytamiz. Bizga shunday shart-sharoitlar yaratib bergani uchun biz afg'on jangchilari minnatdormiz.